Ustozi, bu safar nechinchi o'rin bo'ldi? 3-o'rinda yana. Yanami? O'sha 15-musobaqasi-yu, bitta ham birinchi o'rin olamayapmiz-ku, ustozi. Bo'ladi-da, muhim o'rin oldi-ku. Ey Abdulloh, bolalarga qara, shovqin bo'lib ketyapti-yu. Ey, yaxshilab ochamiz eshitmagan. Alo. Assalomu alaykum, Hasan ustoz. Abdulloh bugun darsga bora olmayman-da, bolalarga o'zing qarab turgin. Ota-onalar so'rasa nima deydi? Bu narsa devorgan ishim chiqib qoldi. Ishlashimiz kerak. Sal tezroq tepamizmi? Step, orqa oyog'imizda tezroq. Ko'zimizda olov yonishi kerak. Azart, skorost, udar bilan tepishimiz kerak. Tushunarlimi? Step, hop. Yaxshi. Qara, Amir sendan zo'r tepyapti. Sen ham o'shanga o'xshabdi. Qara Muslima. Hamma bolalar ham bir xil emas. Hamma har xil xarakterga ega. O'shaning uchun har bitta bolani xarakteriga moslashishni o'rgangin. Analiz qil ularni. Xo'p bo'lasiz. Qora qol. Zal tanlashdan oldin murabbiy tanlang. Har bir yaxshi sportchi ham yaxshi murabbiy degani emas. Farzandingiz kelajagi uchun ularni haqiqiy ustozga topshiring.